Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Xayrli kunlar bo'lsin. Ro'za ayyomlaringiz xayrli, qutlug' kelgan bo'lsin, barokatli kelgan bo'lsin ilohim. Avvalo xayrli kelgan bo'lsin ilohim. Hammamizga shunaqa chiroyli kunlarimiz har kuni ham bo'lsin. Koreyada 2026-yilning 20-fevrali va sizlarga bir ajoyib narsani ko'rsatmoqchiman. Qarang, mana bir emas ikkita o'g'liga anaqa olib berganda stol ikkita edi, bittasini hozir olishibdi shekilli. Ikkita stol turibdi mana. Ha, chalib ko'rishdi, qayergadir olishibdi stolni. Kimdir olibdi, chalib olganda bunaqa yopib bir-biriga yopishib turadi. Mana ikkita o'g'li bo'lsa ham Hasan Husanlar ko'p. Koreyada biz o'zimiz domimizda ham Hasan Husanlar bor edi. Shunaqa stiker yopishtirib qo'yishadi mana. Olib ketishga. Mana stolini olishibdi. Chalib ko'rishganda ikkita o'g'li bo'lsa, ikkita o'g'liga birdan olib beradi. Mana ovqatlarni topshiruvchi ovqat idishlar, mana misir idishlar, hammasi paketga solib toza turadi. Toza olib ketishibdi. Kiyilmagan kiyimlarni shunaqa paketga solib olib chiqib qo'yishadi. Koreyada madaniyat o'ta kuchli. Nazari to'q xalq ekan. Haligi ertaga och qolaman, qornim nima bo'ladi demas ekan. Bularda hali yarim polifabrikat deymiz-ku, yarim tayyor mahsulotlar. Anaqa bo'lgani uchun bular qorinda ko'proq o'ylanmaydi. Bular ko'proq anaqa turp salatlarini, karam salatlarini qo'yib qo'yishadi-da, chimchi deydi-ku. Xolodilnikka qo'yib qo'yishadi-da. Shuni bolalar bog'chaga beradi. Faqat shuni zapas qilib qo'yishadi xolos. Hali turplarimiz bor, ularda oq turplar bor. Shuni barkigacha salat qilishadi. Barki bilan birato'laqlash. Shunaqa shirin, haligi achchiq aralashganda ishtahangiz shunaqa ochadi. Bularda shunaqa qalbi keng insonlar ekanki, birovga anaqa g'araz niyatlari yo'q-da. Hali biz faqat uy-joy, yer, hali meniki bo'lsin deymiz-ku, bularda unaqa tafakkur yo'q. Faqat ularda mana holat tozalayapti. Hali yetdimi? 66 yoshli holat tozalayaptilar. Umriga, rizqiga baraka bersin ilohim. Bularda shunaqa anaqa fikrim bo'linib ketib qolyapti. Uzr so'rayman. Hali yaxshi uyda, o'zi bu dunyomiz o'zi ijaraga kelganmiz-ku bu dunyoga. Hammamiz hali vaqtincha yashash uchun Allohim bizga ruh jon ato etib, biz yaratib qaysidir kungacha o'zini biladigan kunigacha rizq berguncha bizga umr beradi-ku ilohim. Bizga ham shunaqa xayrli umrli baraka bersin ilohim.